1 mol metan va 208 mol xlor yorug'lik ishtirokida to'liq reaksiyaga kirishdi. Oxirgi aralashmadagi organik moddalar tarkibini aniqlang. Zanjir reaksiyasi bo'ladi. Xlor bilan quyosh nurlari ishtirokida, yorug'lik nurlari ishtirokida hosil bo'ladi metil xlorid va vodorod xlorid. Bu birinchi reaksiyamiz. Unum berilmagan 1 mol metanimiz reaksiyaga kirishganda 1 mol xlor sarflanadi va 1 mol metil xlorid hosil bo'ladi. Xo'p, keyingisi hosil bo'lgan metil xloridimiz yana xlor bilan reaksiyaga kirishdi, hosil bo'ldi. Dixlor metan va vodorod xlorid. 1 mol hosil bo'lganda 1 mol xlor sarflanadi, 1 mol dixlor metan hosil bo'ladi. Hosil bo'lgan dixlor metanimiz yana xlor bilan reaksiyaga kirishadi, hosil bo'ladi xloroform va vodorod xlorid. Lekin bizda jami 208 mol xlor bor edi. 2 mol ketdi, 0.8 mol ortib qoldi. Bu yoqda 1 mol dixlor metanimiz bor, 0.8 mol xlorimiz bor. Kami bo'yicha hisoblaymiz. Shunda 0.8 mol dixlor metan sarflanib ketdi. Xlor tugadi. Hosil bo'ldi 0.8 mol xloroform. Oxirgi aralashmadagi organik moddalar tarkibini aniqlang deyapti. Dixlor metan 1 mol bor edi. 0.8 sarflanib ketdi, 0.2 mol qoldi. Keyinchi xloroform 0.8 mol bo'ldi. Shu. Agar vodorod xloridni ham so'raganda uni ham aniqlab qo'yardik javoblarda berganda. 0.2 ga 0.8 javobimiz A varianti.